Assalomu alaykum. Yaponiya Yamanashi prefekturasi fermerlarni marketi, ya'ni fermerlar bozoriga keldik. Bozorini biz o'ylagan bozor emas. O'ziga yarasha zamonaviy, mahalliy fermerlar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar shu yerda sotiladi. Bu Anpanma hamma biladi. Bizlar O'zbekistonda ham ko'p film qo'yilgan. Fermerlarda o'zini mahsulotlari. Misol uchun bu yerda ko'rsangiz karom, sabzi fermerlar tomonidan bu yerga olib kelib topshiriladi va bu yerda sotiladi. Mana xurmolarni ham juda ko'p quritilgan xurmolar, sabzavotlarni ko'rdik. Mana yuqori sifatli kivi. O'zbekistonda bunaqa katta kivi yo'q. Mana barmog'imni ko'rsatib hozir taqqoslab olishingiz uchun qo'yyapman. Haqiqatan katta kivi. Hop, bu yoqda ham mana quritilgan xurmolar. Juda ham zo'r. Mahalliy turli xil mana uzumdan ishlangan, shaftolidan ishlangan mahsulotlar. Uzumdan ishlangan jelilar, limon, kartoshka, mana bu shu padarchilik qilib tayyorlangan turli xil, ya'ni shirinlik sifatida ham tayyorlashgan jeli asosan. Juda ham ajoyib. Haqiqatan zo'r. Chiroyli sakelar, turli xil spirtli ichimliklar, ya'ni vinolar bizda asosan kividan qilingan. Bundan tashqari mana muzlatilgan mevalar ham bor. Umuman olganda shu yerda asosan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotiladi. Tuxumlar o'zi juda ham ajoyib, o'ziga xos bo'lgan magazin. Zamonaviy dehqonlarimiz bozori. O'zbekistonni ham qilsak, menimcha yomon bo'lmaydi. Asallar, mahalliy asallar. Toza asalni yozib qo'yishibdi. Guruch mahsulotlari, yong'oq, soya, batat, ya'ni shirin kartoshka, limon. Bo'lganda o'sha qishloq xo'jaligi tarmog'i yetishtiradigan hamma mahsulotni bu yerda topish imkoniyati bor ekan. Asosiy bu yerda tashrif qog'ozi deydi. Bu mana xurmolar, quritilgan xurmolar. Haqiqatan juda zo'r. Salomat bo'lasizlar. Ma'lumot va esdalik uchun Yaponiya Yamanashi prefekturasi Shavkat Xoldorov 2026-yil 28-yanvar.